Yollanmacayı bu. Bugungi kunda jamoamiz bilan qaysi xizmat turlarini ko'rsatib kelmoqdamiz. To'g'ri savol bo'ldi. Biz hozirgi kunda jamoamiz bilan quyidagi xizmatlarni sanab o'taman hozir. Shu xizmatlarni xizmat ko'rsatib beramiz. Ya'ni turar joy ko'chmas mulk obyektlariga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berish, ya'ni kadastr pasporti shakllantirish. Ikkinchidan, noturar joy obyektlari mijozlarining ishonchnomasi orqali jamiyatimiz bilan tuzilgan shartnomasiga asosan ularning nomidan arizalarni elektron shaklda yuborib, nomlaridan to'lovlarni amalga oshirib, qonunda belgilangan tartibda hujjatlarni Davlat kadastr palatasining Xorazm viloyat hududi bo'ylab filiallari tomonidan rasmiylashtirib beriladigan hujjatlarni qonunda belgilangan tartibda rasmiylashtirib beramiz. Keyingi turar va noturar joy ko'chmas mulk obyektlariga loyiha smeta hujjatlari rasmiylashtirib bermoqdamiz. Noturar joy ko'chmas mulk obyektlariga davlat tomonidan auksion savdo maydonchasidan qonunda belgilangan tartibda mijozlarimizni talablariga binoan sotib olishda amaliy yordam beramiz. Keyingi xizmatimiz e-auksion elektron platformasi orqali tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga platformaga joylashtirilgan noturar joy yer maydonlarini savdo onlayn orqali ular bilan kelishilgan tartibda shartnoma orqali jamoamiz nomidan jamiyatimiz bilan birga shu o'yinda ishtirok etib qatnashib mijozimiz talabiga binoan sotib olishda amaliy yordam berib kelmoqdamiz. Geodeziya xizmati, ya'ni fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer maydonlarini, cheklanmagan yer maydonlari o'lchamlarini malakali mutaxassislar bilan zamonaviy o'lcham asboblari yordamida hisoblab bermoqdamiz.